Shu kunlarda mamlakatimiz bo'ylab O'zbekiston kasaba uyushmalari harakatining 120 yilligi munosabati bilan turli ko'rinishdagi tadbirlar, sport musobaqalari tashkil etilmoqda. Farg'ona viloyatida o'tkazilgan ana shunday qiziqarli bahslar xususida hozirgi lavhada tanishishingiz mumkin. 2 kun davomida Farg'ona futbol markazi mezbonlik qilgan O'zbekiston madaniyat, sport va turizm xodimlari kasaba uyushmasi Farg'ona viloyati birlashgan qo'mitasi kubogi musobaqasida tizimdagi boshlang'ich kasaba uyushma tashkilotlari xodimlari ishtirok etishdi. O'zbekiston kasaba uyushmalari harakatining 120 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan qiziqarli bahsda dastlabki bosqichda g'oliblikni qo'lga kiritgan ishchi xodimlar chempionlik uchun kurash olib borishdi. Ushbu musobaqamizning dastlabki bosqichlarida shahar tumanlarimizda aynan bizni tarmog'imizdagi tashkilotlardan 2000 dan ortiq xodimlarimiz ishtirok etishib, viloyat bosqichiga yo'llanmalar olishdi. Bugungi musobaqada 200 dan ortiq xodimlarimiz ishtirok etishyapti. Maqsadimiz albatta xodimlar o'rtasida, jamoa o'rtasida sportni rivojlantirish. Jami 21 ta jamoani birlashtirgan musobaqaga futbol sevarlarning puxta taraddud bilan kelganliklari bellashuvlarning murosasiz va shiddatli o'tishini ta'minladi. Yakuniy natijalarga ko'ra, birinchi o'rin Qo'qon shahridagi 2-sonli sport maktabi jamoasiga nasib qildi. Ikkinchi o'rinni Farg'ona tumanidagi 1-sonli sport maktabi xodimlari qo'lga kiritishgan bo'lsa, jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Farg'ona filial jamoasi kuchli uchlikka yakun yasab berdi. G'olib va sovrindorlarga O'zbekiston madaniyat, sport va turizm xodimlari kasaba uyushmasi Farg'ona viloyati birlashgan qo'mitasining diplom medallari va esdalik sovg'alari topshirildi. Musobaqa chempioni esa maxsus kubok bilan taqdirlandi. Bu hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'nggisi edi. O'zbekiston 24 telekanaldan yiroqlashmang. Salomat bo'ling.